This is Radio Free Asia from Washington, D.C. The following program is in Uyghur. Erkin Asya Radyosu. Erkin Asya Radyosu. Assalamu alaykum, hürmetli radio anlıqçılar. Anlavatqanыңlar Amerika paytaxtı Washingtondan tarqıtıvatqan Erkin Asya Radyosu'nun 12 mart çarşamba günüdeki Uyg'urcha anlatışı. Bugünkü 1 saatlik Uyg'urcha anlatışının program riyasatçılığı için Şadiye sizler için hizmette. Hürmetli radio anlıqçılar, programımızı bugün tövendikidek orunlaştırdık. Aldı bilen diqqətinizlərə bugünkü dünya vəziyyətinə dair siyasi, ictimai məlumatlar, şundaq yana Uyğurlarga münasibətlik iqlim məsələləri və qiziq nöqtələr haqqındakı qısqa xəbərlərni sunumuz. Vaqa və mulay səhifəsində öz müxbirlərimiz, şundaqla ixtiyari müxbirlərimizin tayyorlashidagi təfsili xəbər və xəbər to'g'risida yurgizgan muloyiza analizlarini anglatdimiz. Aldı bilan öz müxbirimiz Erkinning tayyorlashidagi qisqa xabarlarni diqqətinizlərə sunumuz. Qadrli radio anlıqçılar, növətdə bugünkü radio programımızı yaxtırıb anlağaysızlar. Yaqında Tayland ayrılırının 40 Uyg'urni Xitoyga qaytarishidan keyin Tayland tiqib qolgan 8 nafar Uyg'urning taqdiri yana aniqsiz ahvolda turmoqda ekan. Xabarlarda qayd qilinishicha, navbatdagi kishilik huquq faoliyatchilari ularning 27 fevral kuni Xitoyga qaytarilgan 40 Uyg'urga o'xshash taqdirga qilishidan andish qilmoqda ekan. Tayland o'qituvchi parlament a'zosi, Avam palatasi, Qonun, Adliya va kishilik huquq komitetining muavin raisi Kanavi Sobsang Amerika ovozi radiosiga qilgan so'zida jazosini o'tayotgan turmadagi 5 Uyg'ur haqida to'xtalib, ularning jazosi to'shqandan keyin ko'chmanlarni tutib turish markaziga qaytarib kelinadi. Bu biroz andish qilarliq. Chunki agar Xitoy yana besim qilsa, bu 5 aylan qaytarilish ehtimoli bo'lgan eng xatar ichidagi kishilar bo'ladi degan. Ma'lum bo'lishicha, bu 5 Uyg'urning jazo muddati 2029-yilda to'simi, ammo bu 5 aylan Tayland podshohining har yilgi xon jamiyati bayram kuni e'lon qiladigan mahbuslarni kechirim qilish tizimligiga kirib qolsa, ularning muddatdan burun qo'yib berilib, Xitoyga qaytarilishidan andish qilinmoqda ekan. Tayland Tinchlik huquq fondi tashkilotining programma direktori Kritaporin Simsantat Amerika ovozining muxbiriga Xitoyning qilib qolgan bu Uyg'urlarni qaytarib ketishni umid qilganligini bildirib, biz buningdan intayin andish qilamiz degan. Navbatda turmadagi 5 Uyg'urdan sirti qolgan 3 Uyg'urning ahvoli aniq bo'lmasa-mu, ammo parlament a'zosi Kanavi va kishilik huquq faoliyatchilari bu 3 Uyg'urning Taylandga boshqa davlatdan kelishi, ularning 27 fevral 40 Uyg'ur bilan birga Xitoyga qaytarilishidan to'sib qolgan bo'lishi mumkinligini aytgan. Amerika ovozining bildirishicha, Kanavi Sobsang, biroq biz yanada bu 3 Uyg'urning ahvolini yaqindan kuzatib turishimiz kerak. Chunki ular oshkorlanib qoldi. Ya'ni ularning o'xshashli Uyg'urlardan ekanligiga doir uchurlar keng tarqalib bo'ldi degan. Tayland hukumati 40 Uyg'urni Xitoyning noroziligini qo'zg'ab qo'yishdan ansirab qaytarganligi, Xitoy hukumati ularga yaxshi muomala qilishga va'da qilganligini bildirsa-mu, ammo Tayland xalqaro qonunga xiloflik qilish bilan ayblanmoqda. Amerikaning dаңлык televiziya riyosatchisi, davlat xabarlari kanali riyosatchisi Kristofer Kumo 11 mart Amerika universitetlarida Falastindagi g'azaliklar uchun norozilik namoyishlari yuz bersa-mu, ammo nimishqa Alaviylar va Uyg'urlar uchun bundaq namoyishlarning bo'lmaydiganligini tanqid qilgan. Kristofer Kumo Uyg'urlar va Alaviylar haqidagi bu so'zlarni Trump hukumatining Kolumbiya universitetini o'z ichiga olgan ba'zi oliy maktablarning federatsiya yordami
yordamini to'xtatishi va Hamas faoliyatchisi Mahmud Xililni qo'lga ilib, chegirdan qo'g'lab chiqarishni qaror qilishiga doir analizida o'ttir qo'ygan. Mahmud Xilil Kolumbiya universitetida Amerikaning terrorlik tizimlikidagi Hamasni qo'llash namoyishlariga yetakchilik qilish bilan ayblangan. Trump hukumati Hamasparast namoyishchilarning parakandichilik selishi, hatto Yahudi o'quvchilarga hujum qilishiga yo'l qo'yish bilan ayblanib kelgan Kolumbiya universitetiga berilgan federatsiya yordamini to'xtatgan. Shuningdek, Amerikadagi 60 tak universitetga Yahudilarni kamsitish ahvolini tekshirishni qaror qilgan edi. Kristofer Kumo G'azzadagi manzarning qo'rqinchli ekanligini, kishilarni norozilik bildirma demoqchi emasligini, ammo g'azzaliklarning zulmga uchrayotgan birdan-bir musulmon xalq emasligini bildirgan. U Suriyadagi asonliq musulmon xalq bo'lgan Alaviylarga qarshi etnik tozalash elib berayotgan bo'lsa-mu, Xitoydagi 1 milliondan ortiq musulmon Uyg'ur tutqun qilinib, qayta tarbiyalash lagerlariga qamalgan, majburiy emgak lagerlariga mahkum qilingan, majburiy tug'mas qilingan, bolalar oilasidan ayirib etilgan bo'lsa-mu, bir Xitoy amaldori ularning nasabini uzib tashlash, yiltizini kesib tashlashni aytgan bo'lsa-mu, ularning buningga quloq yopirganligini tanqidlagan. Kristofer Kumo bu nima uchun? Ajaba Xitoy Yahudilardek ig'vogarchi va zulmkor emasmi deb savol qo'ygan. Kristofer Kumoning ta'kidlashicha, Amerika universitetlarida Hamasni qo'llab Uyg'urlar, Alaviylar uchrayotgan zulmga quloq yopirishdek bu vaziyat osonlik guruhlarning siyosatni monopol qilish o'yini va g'azablanish xumorini qaratmalik shaklda chiqarish usuli ekan. Avstraliyaning Yangi Janubiy Valis shtati qulla emgigini cheklash komissari James Kakin shtatlik hukumatning Xitoydan import qilgan tokliq avtobuslarining batareyasini o'z ichiga olgan zapchastlarining Uyg'ur majburiy emgigi bilan bo'lgan bog'lanishini tekshirishga boshlagan. Ma'lum bo'lishicha, Yangi Janubiy Valis shtatlik hukumati o'tgan 12 oyda Avstraliya Xitoy tokliq avtomobil korxonasi Foton markali ko'chma qatnash shirkati bilan Xitoyning Yutong nomli avtobusini tarqitish korxonasi bo'lgan Avstraliya VDI shirkatiga 319 tokliq avtobus zakaz qilgan. Halbuki bu avtobuslarning tokliq batareyalarini Xitoyning Ningde Zaman yangi energiya texnik shirkati ta'minlaydiganligi ma'lum bo'lgan. O'tgan yili Amerika Avam palatasi Xitoy strategiyalik raqobat komiteti Ningde Zaman yangi energiya texnik shirkati ishlab chiqargan batareya mahsulotlarining Uyg'ur majburiy emgigi bilan bog'lanish ekanligiga oid ishonchlik dalillar borligini e'lon qilgan. Bu komitet Ningde Zaman yangi energiya texnik shirkatining litiylik ion batareyasi materiallarini Xinjiang ishlab chiqarish qurilish Bingtuan qarmog'idagi bir shirkat ta'minlaydiganligi, elektrik nikel materiallarini Xitoyning davlat egiligidagi Xinjiang ranglik metal shirkati ishlab chiqardiganligi, bu shirkatlarning Uyg'ur majburiy emgigiga chetishlik ekanligi, Xinjiang ranglik metal shirkatining Xitoy kadrlarini Uyg'ur oilalariga o'rlashtirish harakatiga qatnashganligini bildirgan edi. Avstraliya ABC to'rining xabar qilishicha, James Kakin bu vaqtdagi bayonotida tokliq avtomobil ta'minlash zanjirida zamonaviy qulla emgigi xavfining yuqori bo'lishini ko'zda tutib, shtatlik hukumatning tokliq avtobus setib olish planini tekshirayotganligini aytgan. U mundaq degan: "Men shtatlik hukumat organining ta'minlash zanjiridagi zamonaviy qulla emgigiga chetishlik masalalarda astoydil bo'lgan bo'lmaganligini tekshirishga boshladim." ABC'ning aytishicha, Avstraliya Tangirtog' Uyg'ur ayollari jamiyatining raisi Ramila Chanishev shtatlik hukumatni FDM va Yutong shirkati bilan bo'lgan savdo to'xtamini bekor qilishga chaqirib, ko'plagan import mahsulotining Uyg'urlarning qon tari bilan bo'lganligini bildirgan. Amerika Avam palatasi 10 mart qonun ma'qullab, Amerika ana vatan xavfsizlik ministerligining Xitoyning BYD, shundaq Ningde Zaman yangi energiya texnik shirkati qatorliq tokliq avtomobil shirkatlari ishlab chiqargan batareyalarni ishlatishini cheklagan. Amerika Avam palatasi Xitoy strategik raqobat favqulodda komitetining bildirishicha, Avam palata a'zosi Carlos Gimenez tarafidan sunilgan batareyada chet el raqiblarga tayinishni tugutish nomli bu qonun loyihasi Xitoyning kishilik huquq dafsandachiligiga ishtirok qilish, Amerika bexatarligiga tahdid paydo qilish bilan ayblanayotgan Ningde Zaman yangi energiya texnik shirkati BYD va shuning o'xshash shirkatlarni nishon qilgan ekan. Carlos Gimenez 10 mart davlat majlisida mundaq degan: "Kommunistik Xitoy dunyoning muhim sanoat sohalarini ta'siri ostiga ilishga kirishmoqda. Amerika Xitoy Kompartiyasidan ayrilish ko'rishining oldingi sepidan o'rin olishi kerak.
bu batareya texnikasini o'z ichiga oladi. Biz batareya texnikasiga texmi ko'p yo'llanayotgan paytda biz uning raqiblarimiz bo'lmagan davlatlarni manba qilishiga kafolatlik qilishimiz kerak. Amerika Van Palatasi Xitoy strategik raqobat favqulodda komiteti o'tgan yili Amerika Ana vatan xavfsizligi ministrligiga maktub yozib, Ningdo zamon yangi energiya texnik şirketining Uyg'ur majburiy emgaki bilan bog'lanishli ekanligini, shunga bu shirkatni Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunining cheklash tizimligiga kirgizishni talab qilgan. Maktubda bu shirkatning litiylik ion batareyasi materiallarini Xinjiang ishlab chiqarish qurilish Bengtuanining shirkati ta'minlaydiganligi, bu shirkatni elektrlik nikel material bilan ta'minlaydigan Xinjiang ranglik metallar shirkatining Xitoy kadrlarini Uyg'ur oilalariga o'rinlashtirish harakatiga qatnashganligini bildirgan. Carlos Gimenezning qayd qilishicha, navbatda Xitoy dunyo batareya ishlab chiqarishining 80%ni, litiylik ion batareyasining 70%ni egallagan bo'lib, bu ahvol Amerikaning ta'minlash zanjiriga xavf paydo qilib, davlat bexatarligiga tahdid elib kelmoqda ekan. Hürmetli radio anlıqçılar, diqqətinizdə Amerika paytaxtı Washingtondan tarqıtıb atqan Erkin Asiya radiosunun 1 saatlik Uyğurca anlatışı. Mən bugünkü proqram riyasətçisi Şadiye. Tövəndə vaqe və mülayisə səhifəsi boyunca anlatışımızı başlayırıq. Mazkur sahifamizda o'z muxbirlarimiz va dunyoning har qaysi joylarida turishliq ixtiyor muxbirlarimiz navbatdagi Uyg'urlar vaziyati, shundaqla dunyo axborot vositalarida Uyg'urlarga oid masalalar tema qilingan muhim xabar va uchurlar to'g'risida yangi ma'lumotlardan sizlarni xabardor qiladi. Hürmetli radio anlıqçılar, qedamsa diqqətinizlər növbətdəki proqram məzmununda bolğay. Ötken hafta ijtimoiy taratqulardan Doyinda chiqqan bir xabarda Qashqar Payzivatda bir aholining tushda g'izolanayotganligini videoga elib, o'ziga mas'ul kadrga yo'llaganligi ma'lum bo'lgan edi. Muxbirimizning telefon ziyoratlari davomida buning ayrim bir ahvol emasligi, Payzivatda yo'l qo'yilgan bir qator Ramazon cheklimi tadbirlaridan biri ekanligi, ya'ni aholilarning ro'za tutmaydiganligini isbotlashga majburlanganligi oydinlashdi. Tövəndə o'z muxbirimiz Shuhrat To'shirning bu tayyorlagan programmasi diqqətinizdə bo'ladi. Xitoy doiralari yillardan beri aholilarning ro'za tutishini cheklash uchun tahdid xarakterli yig'in ichish, uqtirish taqiqlash, kunduzlari uy tekshirish ilib berish va kechalari payloqchilik qilish qatorliq tadbirlardan boshqa yana bozorlarda oshxonalarni ochiq tutish, idora jamiyatlarda yemak-ichmak taqiqlash va ommaviy ziyofat o'rinlashtirish tadbirlarini yo'l qo'ygan. Inkaslardan ma'lum bo'lishicha, buningdan xotirjam bo'lmagan Xitoy doiralari bu yil ba'zi joylarda aholilarni ro'za tutmayotganligini isbotlaydigan paket yo'llashga majburlagan. Biz bu cheklamalar haqida ma'lumot olish uchun Uyg'ur elining aloqador idora organlariga telefon qildik. Kuchanaylik saqchi idorasi davlat amonlik atritining bir xodimi bu yilmi ro'za tutishning xuddi oldingi yillardagi o'xshashlar cheklanganligini tilga oldi. Gobodadi qaysi Gobodadi bu? Kucha shaharlikmi? Ramazonda ro'za tutsa bo'ladimi, bo'lmaydi? Ro'za tutishga ruxsat bormi, yo'qmi? Men Uyg'urlarning hizri biraqlamalligini nim qilib emasmi? Cheklayaptimi? Endi yoshli cho'nglarni tutishga bo'lmaydi. Masalan 65 yoshdan yuqorilar. Burun sunali bu ruxsat berganda kesminsizda. Yo'q. Yuqorida qo'ldan tashlab har qanday qadam ro'za tutishga bo'lmaydi deb uqtirish bormi? Bu yozma uqtirish, shundaqmi? Ammo bu yilgi farqli tadbir haqida ma'lumot berilmadi. Payzivatdan telefonimizni qabul qilgan bir saqchi xodimi yerlik aholilarning ro'za tutishiga qat'iy ruxsat yo'qligini ta'kidladi. Ismi nima bu saqchi xodim? Beniki Guashanglu. Guashanglu. Unda Guashanglu Payzivat ekanda?
Shu so'ra sizlarga sizning o'zi kelgan bir xutirish yo'qmi? Ama ro'za tutishga bo'ldi, bo'lmaydi deydigan. Uyg'urdan bo'lmaydi. Xizmatchilarga sizning o'zingizga qaratachi. Sizlar ro'za tutanglar, tutmanglar deb bir narsa demidimi? Bo'lmaydi. Sizga. Ama chet ellik musulmon sayohatchilarning ro'za tutishga ruxsat bor yo'qligini so'rganimizda o'zining bu vaqtda ma'lumot yo'qligini bildirib, o sizlarga mankaga xutirishda chet elliklar kelib ro'za tutsa bo'ldi yo chet elliklarga chatxona bo'lmasin deydigan unda bir xutirish kelmadimi? Bizga chet elliklarga chuqur yaxshi ma'lum qilish to'g'risida aytib o'tirishdi, lekin u to'g'riliq ham o'tirish topshirib olmadik. Ama Uyg'urlarga yo'l qo'yilayotgan bu cheklama, bu nimaga chet elliklar qo'yilmaydi degan gap yo'qmi unda? Endi meningcha uni men toza aniq bir narsa javob beramayman uning. Saqchixona boshliqidan ma'lumot so'radi. O'zamani yig'ishi Ammo u saqchi boshligimi bu to'g'rida bir narsa deyolmadi va o'zidan bir daraja yuqori organdan ma'lumot so'rab javob qaytaradiganligini bayon qildi. 如果是他们过来入住的话，有没有影响什么的？你给他说，你说你现在跟派出所联系，完了吗？我等会儿给你回去一个电话，你先稍等一下，我给我们问一下，好吧？这个事儿。好。 O'tgan hafta Do'yinda chiqqan bir uchurdan ma'lum bo'lishicha, Fayzivatdagi og'illardan biri o'zining tushlik tomoq yeyotganligini videoga olib, o'ziga mas'ul kadrga yo'llagan. Tadidagi kadrlarga, mana mas'ul kadrlarga Do'yindan dimsam bo'lmaydigan gap chiqib qoldi. Endi shu yetkichilik, men kunda tushlik tomoq yeyotgan vaqtimni tatvatni hozir bugun 2 kun bo'ldi tatvatdilar. Mening ko'nglim yo'ruq turish uchun ham ozoda turish uchun. Hamda sizningmi ko'nglingiz yo'ruq ham ozoda turish uchun shu tushlik tomog'imni yo'llayapman. U yana bu xil videolik ma'lumot yo'llashni bir oy bo'yicha davomlashtiradiganligini bildirgan. Meyli bazadulay, doktorxonadulay, nagili baray, tushlik tomoq vaqtimda shuni cho'qqin yo'llab berma. Bu tartgan mazmunlarim kunda meniki soat bo'yicha, tislar bo'yicha chiqadi shunga. Fayzivatdan telefonimizni qabul qilgan, ammo o'zini oshkorlashni xohlamagan bir xodimning deyishicha, ro'za tutmaganligini isbotlash uchun videolik paket yo'llash tuzumi bu noyada umumyuzlik tugidek qo'llanilgan. Uning yana deyishicha, garchi yuqoridan tushgan aloqador hujjat va uqtirishlarda bundaq bir tadbir konkret yozilmagan bo'lsa-mu, ammo asos qatlamda kadrlar vazifasini 100% o'rindash, ya'ni tavallikda ro'za tutgan bir kishi bo'lmaslik shartini hozirlash uchun eng unumli tadbir sifatida oillardan zuhur bilan iftor vaqti orasida tomoq yeyotgan ko'rinishni videolik yo'llashni talab qilgan. Ba'zi kadrlar oillarga bevosita telefon qilib, tomoq yeyotgan holatini naq maydondan ko'rsatishni talab qilgan. Uning yana eskartishicha, navbatda lager va turmalarda jazo o'tayotganlar orasida ro'za tutganlik uchun jazolanganlarmi bo'lg'ashqa, yerlik oillar doiralarning bu jihatdagi yo'lsiz talablarini rad qilmagan. Fayzivatdan telefonimizni qabul qilgan saqchi xodimlari bu xil tuzumning mavjud ekanligini e'tirof qildi. Qanday bo'lingiz yaxshimi? Yaxshi-ku. Bu qaysi saqchixona bu? Xo'rsam paysu. Bu shu sizning tavallikingizda hozir bu ro'za tutishga ruxsat bormi, yo'qmi? Yo'q. Ro'za tutmaganni bu videoga ilib avatadigan qoida bormi, yo'qmi sizning shu tavallikda? Bor. Sizga shunday video yollaydiganlar bormi? Undaqdash Misha, Bayavatmış, Gulbag, Çerim qatorli qizlardan bormish tuzum. Video yollaydigan. Xodimlardan biri bu xil tuzumdan Fayzivatning Gulbag, Bayavat va Terim yuzlaridami ijro qilinayotganligini oshkorildi. Agar chet ellik musulmonlar masahat qilib kelib qolsa, ular shu ro'za tutmayotganlik haqida isbot yo'llash kerakmi? Anime uqmaydi ekan. U jihatdan biz xabarsi hamma yerda biz shu jismiyat bo'lsa, mer biz sizlarga tushuncha yo'q, shu ma'ni beso'rab qilsam, mumkin bo'ldi. Men hozircha ma'ni javob beraman. Fayzivatning meshayisini vazifada tutgan bir xodim bu joyda ro'zani maxfiy tutayotganlarning ro'zasini buzib o'tish uchun kollektiv ziyofat va nag'ma-navo so'rovlari tayyorlanayotganligini oshkorlash bilan birlikda oilaga o'zini tomoq yeyotganini ko'rsat, biz buningda xabar topaylik deb shuni tashviq qilayotgan ahvol bormi hozir? Naq maydondan ko'ramiz deydigan. Altir qo'yilyotdi, shu to'g'risida keng tashviq qilyotdi. Bu yuzdimi ro'za tutmaganlik haqida videolik isbot yo'llash tadbirining ijro qilinayotganligini dalilidi. Inshaalloh maxfiy ro'za tutganlarning ro'zasini buzish uchun qo'llanayotgan bir qism tadbirlar deb oldik. Masalan, qanday tadbirlar konkret?
Tamaq yiyish faoliyatlari, aralashlardir, xillatdan bo'ladi. Siz qatnashgan, siz yetakchilik qilgan bir faoliyat bormi shu Ramazonni tutish sababidan bo'lgan? Men o'tganda shu idoraning shu faoliyat qilgan vaqtda men qatnashamay qoldim. Qolgan xizmatdoshlarim qatnashdi. Uyg'ur elida Ramazon vaziyati yuqoridagidek jiddiy va ansiz davom qilayotgan bo'lsa-mu, Xitoyning Uyg'ur elidagi har darajalik axborot organlari Ramazon boshlangan bu 2 haftaga yaqin vaqt jarayonida Ramazon haqida hech qanday bir hujjat, uqtirish va xabar e'lon qilmadi. Xitoy axborotidagi bu jimjitlikni muhojiratdagi ba'zi Uyg'ur kuzatuvchilar Xitoyning vaziyatni xalqarodan yo'shirishi deb qarasa, yana ba'zilar yerlik aholilarga Ramazonni unutuldirish tadbiri deb qarashmoqda. Anlayotganlar Uyg'ur tilidagi erkin axborot munbiri, Erkin Osiyo radiosi. Amerika Dövlət Məclisinin Avam Palatası 10 mart günü Xitayğa münasibətlik intayin mühim bir qanun layihəsi ma'qullagan. Xitay Kompartiyasiga qarshi turish qalqan layihəsi namlıq bu qanun layihəsidə Amerika Ana Vatan Xavfsizlik Ministerligiga Xitayning Amerikadagi buzg'unchilik harakatlarga qarshi maxsus xizmat korpusi qurish huquqi berilgan. Tövəndə bunun təfsilatını öz muxbirimiz Erkindan anglaysizlar. Amerika Avam Palatası 10 mart günü mutlaq köp avazının qo'llashi bilan Xitoyning Amerika ichki ishlariga aralashishini to'sish, cheklash va uningga taqobil turishda Amerika Ana Vatan Xavfsizligi Ministerligiga vazifa berish haqidagi bir qonun loyihasini ma'qulladi. Agar bu qonun loyihasi Kengash palatasida tasdiqlanib, prezidentning imzo qo'yishi bilan rasmiy qonunga aylansa, Xitoyga nishonliq taqobil turish Amerika Ana Vatan Xavfsizligi Ministerligining muhim vazifalarining biriga aylanadi. Shundaqla Beijingning Amerikadagi chegara qilgan faoliyatlarga, uning Amerika sistemasini suiiste'mol qilib, Amerikaning ichki qismida o'g'irlik, buzg'unchilik, tafriqchilik harakatlarini elib berishdak tahdidlarga taqobil turadi. Amerika Cumhuriyet Avam Palata a'zosi Dale Strong tarafidan bu yil 1-oyda qayta sunilgan bu qonun loyihasida Amerika Ana Vatan Xavfsizligi Ministerligi qarmog'ida Xitoy Kompartiyasining Amerikaga elib kelayotgan terrorlik, tor bexatarligi, chegara va port bexatarligi qatorliq jihatlardagi tahdidi va boshqa maqsadlarga qarshi maxsus xizmat guruhi qurilishi talab qilingan. Amerika Avam Palata a'zosi Dale Strong bu qonun loyihasi 10 mart Davlat Majlisida ovozga qo'yilishning oldida so'zlab, Xitoyning Amerika demokratiyasi va bexatarligiga tahdid paydo qilayotganligida hech qanday gumon yo'qligi, shunga Amerika Ana Vatan Xavfsizligi Ministerligining kaskin tadbir elishining intayin muhimligini ta'kidlagan. The Chinese government possesses a wide array of dangers to our nation. Xitoy hukumati davlatimizga keng ko'lamli xavf yetkazmoqda. Bu tahdid ommaviy bexatarlik, chegara, ko'chmanlar, halqiliq ul aslahalari va iqtisodiy bexatarlikni o'z ichiga olgan nurg'un sohalarda ko'rildi. Bu dunyoviy raqobat, davlat bexatarligiga tahdid solmoqda va ba'zi ahvollarda bizning iqtisodimizga og'ir yuk kelmoqda. Shubhisizki, Ana Vatan Xavfsizlik Ministerligining kaskin harakat qo'llanib, davlat ichi va sirtida bu murakkab tahdidga taqobil turishi intayin muhimdir. Dale Strongning ta'kidlashicha, uning bu qonun loyihasi Ana Vatan Xavfsizligi Ministerligining diqqatini Xitoy Kompartiyasining tahdidiga markazlashtirishini talab qilmoqda. This legislation requires DHS to establish a dedicated bu qonun loyihasi Ana Vatan Xavfsizlik Ministerligining xizmat guruhi qurib, diqqatini Xitoy Kompartiyasining davlat bexatarligimizga elib kelayotgan tahdidlariga markazlashtirishni, bo'libmi Ana Vatan Xavfsizlik Ministerligining bu tahdidni tekshirishi, baholashi va doklad qilishini talab qiladi deb ko'rsatgan. Agar Amerika Ana Vatan Xavfsizlik Ministerligining qarmog'ida Xitoy tahdidiga taqobil turish xizmat guruhi qurilsa, bu mazkur ministerlikning boshchiligida Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuniy xizmat guruhidan keyin maxsus Xitoyni nishon qilib qurilgan ikkinchi xizmat guruhi bo'lib qoladi. Sobiq Amerika prezidenti Baydenning 2022 yil 12 oyda Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuniga imzo qo'yishidan keyin Amerika Ana Vatan Xavfsizligi Ministerligining boshchiligida bu qonunni ijro qilish xizmat guruhi qurilgan edi. Amerika Avam Palata a'zosi, Avam Palatasi Ana Vatan Xavfsizlik komitetining raisi Mark Green 10 mart Davlat Majlisida qilgan so'zida bu qonun Xitoy tahdidiga taqobil turish yo'lidagi muhim boshlanish ekanligini aytgan. The Chinese Communist Party continues to increasingly threaten the security of our homeland. We must begin
Xitoy Kompartiyasi bizning davlatimizga tahdid silishni davomli kuchaytmoqda. Biz bu jiddiy xirrisga jiddiy tadbirlar bilan taqobil turishimiz kerak. Bu qonun loyihasi bu jihatdagi muhim bir boshlanishdir. Mark Greenning ta'kidlashicha, navbatda Amerika duch kelayotgan Xitoy tahdidi birini tanlash yoki tanlamaslik masalasi emas ekan. Mark Green, biz o'zimizning holimizni cho'qim o'zgartib, Xitoy Kompartiyasi paydo qilayotgan bu tahdidga qarshi muvofiq bir chora qo'llanishimiz kerak. Bu birini tanlash yoki tanlamaslik masalasi emas deb ko'rsatgan. Halbuki Amerikadagi ba'zi analizchilar hozirgi vaziyatda Amerikaning bunday bir organni ta'sis qilishining bir zaruriyat ekanligini qayd qilmoqda. Amerikadagi Xitoy iqtisodiy analizchisi Beijing Bahori jurnalining sobiq bosh muharriri Hu Ping mundaq deydi. Meningcha bunday bir organning qurilishi intayin zarur. Lekin bizning diqqat qiladiganimiz bu organning mashg'ulot tartibidir. Bu organ qandaq mashg'ulotlar olib boradi. Bu amaliy masala bo'lib, uning amaliyotda qandaq tadbirlarni qo'llanishi muhim. Chunki Amerika burun Xitoydan kelayotgan bunday xirisga duch kelib boqmagan. Bu xiris so'g'oq urushi davridagi o'xshamaydi. Hopingning qayd qilishicha, navbatda Amerika ilgari duch kelib boqmagan bu xirislarning biri Amerikaga Xitoy Kompartiyasini qo'llaydigan va Xitoy hukumati bilan zich aloqasi bo'lgan nurg'un Xitoy fuqarolarining kelib o'tiraqlashishi va ularning Amerika sistemasidan foydalanib Amerikaga xiris qilishi bo'lmoqda ekan. Shunga bu ular burun Sovet ittifoqi bilan bo'lgan raqobatda yo'liqib boqmagan bir masala. Bu kishilar Amerikada intayin qonunliq yo'llarda Xitoy hukumati bilan til biriktirmoqda. Shunga bu yerdagi negizlik halqa bu kishilarni qandoq qezib chiqarishdir. Ammo masala shu yerdagi Amerikaning burun bunday bir tajribasi bo'lib boqmagan. Avam palata a'zolarining bu qonun loyihasini birda qo'llashi Amerika Davlat Majlisidagi demokratchilar va jumhuriyatchilarning Prezident Trumpning ishki tashqi siyosatiga tutgan pozitsiyasi farq bo'lsa-mu, ammo Xitoy masalasida har ikki partiyaning birdek fikrda ekanligini namoyon qiladi deb qaralmoqda. Dale Strongning Xitoy Kompartiyasiga qarshi turish qalqini qonun loyihasi bu qitim 410 ovozning qo'llashi, bir ovozning qarshi turishi bilan ma'qullangan. Demokratchi Avam palata a'zosi Lou Kori 10 mart Davlat Majlisida qilgan so'zida bu qonun loyihasi Xitoy Kompartiyasining Amerikaga buzg'unchilik qilish harakatlariga birdek ham unumli taqobil turishiga yordam qilganligini aytgan. This bill will require the Department of Homeland Security to establish a working group. Bu qonun loyihasi Ana vatan xavfsizligi ministrligining xizmat guruhi qurib, Xitoy Kompartiyasining Amerikaga tahdid silishiga birdek tadbir qo'llanishini talab qildi. Xizmat guruhi Xitoy Kompartiyasining tahdidini mo'ljallaydi, bu tahdidlarni bartaraf qilishning tadbirlarini oladi, sistemadagi har qanday bo'shliqni bayqaydi. Shuningdek, Ana vatan xavfsizlik ministrligining Xitoy Kompartiyasi paydo qilgan tahdidlarni umumyuzlik hal qilishi, Xitoy Kompartiyasining Amerikaga buzg'unchilik qilish harakatlariga qarshi birdek ham unumli tadbirlarni elishiga yordam qiladi. Uyghur Abdunum Rayliq Partikomining sekretari Ma Xingrui Beijingda o'tkazilayotgan Xitoy mamlakatlik xalq qurultayining muzokara yig'inida so'z qilgan. U so'zida G'arbning yurgizgan embargoning 144 dan ortiq korxonaga og'ir ta'sir qilganligini ilgari surgan. Shuning bilan bir vaqtda u G'arbning Uyg'ur eliga yurgizgan jazosi rayonning taraqqiyotidagi eng cho'ng to'salg'iga aylanganligini ko'rsatib, Xinjiangda majburiy emgak va irqiy qirg'inchilik yo'q degan. Undaqda mutaxassislar bu haqda nima deydi? Tövəndə diqqətinizlər öz muxbirimiz Uyğurning bu haqda tayyorlagan tafsiliy programmasida bo'lg'ay. Uyg'ur Abdunum Rayliq Partikomining sekretari Ma Xingrui Amerikaning Uyg'ur eliga qarshi yurgizgan embargosi rayondagi 144 dan ortiq korxonaga ta'sir qilganligini va bu rayonning taraqqiyotidagi eng cho'ng to'salg'iga aylanganligini Beijingda o'tkazilayotgan Xitoy mamlakatlik xalq qurultiyi yig'inida uçuq aşkarı tilga algan. Mutaxassislarning qarashicha, bu majburiyat emgiga qartilgan jazoning ma'lum darajada unumli bo'lganligini ko'rsatib berdi ekan. Shuning bilan bir vaqtda ular Amerikaning jazoni butun Xitoyga kengaytirishi kerakligini ilgari surmoqda. Xitoy gazetining 7 martdagi maxsus xabariga asoslanganda Uyg'ur Abdunum Rayliq Partikomining sekretari Ma Xingrui Beijingda o'tkazilayotgan Xitoy mamlakatlik xalq qurultayining Xinjiang vakillar o'maki guruhi muzokara yig'inida so'z qilib, G'arbning Uyg'ur eliga qarshi yurgizgan embargosi rayondagi 144 dan ortiq korxonaga ta'sir qilganligini ilgari surgan.
Maşinri mundaq degan. Amerika to'qilma isbotlarga tayinib, Şinjan korxonalarini irqiy qirg'inchilik va majburiy emgakka chetishlik deb ayblab, jazo yurgizdi. Bu 144 dan ortiq korxonaga ta'sir qildi. Bir qism g'arb davlatlarining Şinjan Uyg'ur avtonom rayonidagi korxonalarni nishon qilgan majburiy emgak qatorliq asossiz ayblashni asos qilib, yurgizgan jazosi bu rayon taraqqiyotidagi eng cho'ng to'salg'ining biriga aylandi. Amerika Xitoyning Uyg'urlarni az maosh yoki hech maosh bermay ishlashga majburlash qatorliqlarni o'z olgan majburiy emgakka silish va keng ko'lamda lager turmalarga sulash qilmishini irqiy qirg'inchilik deb ayblamoqda. Amerika hukumati 2020 yili 9 iyul kuni Xitoyning Uyg'ur elidagi 4 nafar amaldorini yer shari Magnitskiy qonun orqali jazolagan edi. Amerika Uyg'ur avtonom rayonlik partikomining sekretari Chen Chuangu, Uyg'ur avtonom rayonlik siyosiy qonun komitetining sobiq sekretari Zhu Hailun, Uyg'ur avtonom rayonlik jamoat xavfsizligi nazoratining noziri Wang Mingshan, Uyg'ur avtonom rayonlik jamoat xavfsizligi nazoratining partikom sekretari Hu Liujun qatorliq 4 nafar amaldorni va ularning oila tabobatlarini jazolash tizimiga kirgizgan edi. Uyg'ur avtonom rayonining sobiq raisi Shuhrat Zokir va Uyg'ur avtonom rayonining hozirgi raisi Erkin Tunyazmo jazolash tizimiga kirgizgan edi. Amerika, Kanada, Yevropa İttifaqı va Angliya 2021 yili 3-oyda Şinjan ishlab chiqarish qurilish bilimtoni bilan 4 nafar Xitoy amaldoriga Uyg'urlarni bostirishda o'ynagan roli sababli embargo qo'ygan. Orqada Amerika Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunini ma'qullab, Uyg'ur elida ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Amerika bozoriga kirishini cheklagan edi. Amerikadagi Rand siyosat tadqiqot markazi strategiya va xavfsizlik mutaxassisi Dr. Raymonko Mashingrining so'ziga inkas qaytarib mundaq dedi. The way the CCT wants to extend the legitimacy of its rule over Xinjiang is to tout its economic development. I think from the CCP's perspective, they're saying that yes, we're having to deal with Xitoy qo'ygan jazoning aniq ta'siri bor. Aniqki, bu shirkatlar mahsulotlarning kelish manbasini yoshirish urinib, majburiy emgak ishlatishni yoshirdi. Ammo Amerika bu shirkatlarga jazo yurgizmoqda. Menimcha bu jazo ularning eksport qilish iqtidorini cheklayotdi. Bu Xitoy Kommunist partiyasining rayondagi iqtisodiy taraqqiyot nishonini amalga oshirish orqali xalq ustidan g'alaba qilishiga ta'sir ko'rsatdi. Menimcha bu apanning so'zi Amerikaning siyosatini o'zgartirmaydi. Bu narsa yaxshi isbotlandi. Bu yerda Xitoylarning nima qilayotganligi aniq va baq qo'rqinchli. Shunlashqa to'qilma ayplash, to'qilma uchirdigini mohiyati yolg'on. It's pretty clear that what the Chinese are doing over there, and it's pretty horrific as well. So, the accusations of fabricated information, they said are, essentially lies. Amerikan Vatan Xavfsizlik Ministerligi 14 yanvar kuni axborot e'lon qilib, yana 37 ta Xitoy shirkatini Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni bo'yicha jazolash tizimiga kirgizganligini jakarlagan edi. Shuning bilan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni bo'yicha jazolash tizimiga kirgizilgan shirkatlarning umumiy soni 144 ga yetgan. Bu qatim qor tizimiga Uyg'ur elidagi muhim kon boyliqlarini ochadigan ham pishiqlab ishlaydigan dongli shirkatlar, Şinjan paxtasi bilan to'qimachilik mahsulotlar ishlab chiqarib, butun dunyoga eksport qiladigan shirkatlar va kuntaxtlarga ishlatiladigan kristallik kirimni ishlab chiqaradigan shirkatlar qo'shilgan edi. Bular Huafu kiyim-kechak shirkati, Donghai kuntaxta texnik shirkati, Hongyuan yeşil energiya cheklash shirkati qatorliq dunyoga tanilgan shirkatlarni o'z ichiga olgan edi. Amerikadagi siyosiy analizchi Dr. Andrew radiomiz ziyoratini qabul qilib, Mashingrining so'zlariga radiya berdi. Uning qarashicha, bu majburiyat emgakiga qaratilgan jazoning ma'lum darajada unumli bo'lganligini ko'rsatib berdi ekan. Bu mundaq dedi. Bu majburiy emgakka qaratilgan jazoning hech bo'lmaganda ma'lum darajada unumli bo'lganligini ko'rsatib berdi. Afsus, ular bek keskin bo'lmagan qurol. Ya'ni ular majburiy emgakni ishlatgan korxonalardan boshqa nihoyat ko'p korxonaga ta'sir ko'rsatdi. Qandaqli bo'lmasin, bu yerda hech qanday amal yo'q. Chunki Beijing mufattishlarning rayoniga kirib, tekshirishiga yo'l qo'ymag'achqa jazo lagerlari va majburiy emgak kuchi ishlatadigan zavodlarning eng sezgur joylarini ko'rgili va tekshirgili bo'lmaydi. Mashingri yana mundaq degan:
有什么证据都没捏造的是不真实事实，造一些伪证，其目的把新疆打回到贫穷落后。 Ular Şinjanның qayta namratlıqqa tushishini, yana namratlıqqa qaytib kelishni xohlaydi. Shunga ular Xitoyning taraqqiyotiga daxl qilish uchun bölgünçilik harakatlarini o'ziga olgan faoliyatlarni olib boradi. Doktor Underscore Mashinruining yuqorqi so'zlariga radiya berib, mundaq dedi. Bu to'g'ri emas. Amaliyotda jazoning maqsadi Amerika va boshqa davlatlarning Xitoy Kompartiyasining kishilik huquq dafsandichiligiga bo'lgan noroziligini ko'rsatish hamda bu dafsandichilik va xo'rlashga qatnashmaslik. Şinjanda qul emgikida ishlab chiqarilgan arzon baholliq tovarlarni setib olish, qul emgikini qo'llashga yo'shirin qatnashishdir. Shunga bu axloqsizlikdir. Jazoning faqat 144 korxonaga ta'sir qilishi uning unumini yetarli emasligini ko'rsatib berdi. Bu jazo boshqa nurg'un korxonalarga ta'sir ko'rsatishi kerak. Xitoy Uyg'urlarni majburiy emgakka selib ishlatish uchun Xitoyning har qaysi joylariga yo'tkaganligi bilinmoqda. Bu sababdan Amerika jazoni butun davlatga kengaytirish kerak. Bu Mashinruining tunji qitim Amerika qatorliq g'arb ellarining Uyg'ur elidagi bostirishlari va kishilik huquq dafsanchiligiga qarshi yurgizgan jazoning rayondagi 144 dan ortiq korxonaga ta'sir qilganligini va buning rayonning taraqqiyotidagi eng chong to'salg'iga aylanganligini Xitoyning mamlakatlik yig'ini ochiq oshkora tilga olishidir. Mashinrui bu so'zlarni Xitoy taratqullari Uyg'ur elining tashqi savdosi aslab ko'payib, mablag' va sayohatchilik gulinayotganligi, iqtisodning jushurib rivojlanayotganligini qattiq davron qilayotgan bir paytda o'tirib qo'ygan. Undaqda Mashinrui nima uchun bu so'zlarni Xitoy taratqullari Uyg'ur elining tashqi savdosi aslab ko'payib, mablag' va sayohatchilik gulinayotganligi, iqtisodning jushurib rivojlanayotganligini qattiq davron qilayotgan bir paytda o'tirib qo'ydi. Dr. Raymonko sualımıza cevap verip mundaq dedi. It could be just this is speculative, but it wouldn't surprise me if this is about internal CCP politics, a way to get greater attention from the central government towards Xinjiang. Bu belki asossiz bo'lishi mumkin. Ammo bu Xitoy Kommunist partiyasining ichki siyosiy munosabatli bo'lib, bu meni hayron qoldirmaydi. Bu markaz hukumatning Xinjiangga bo'lgan diqqatini texim tortadi. Bu yana millatchilikning turkisiga munosabatlik. iqtisodning ostilishiga Amerika sabab bo'ldi deb Amerikani ayblab, bu Xitoy Kompartiyasining xatoligi emas deyotdi. Ondan faqat Xitoy Kommunist partiyasida Uyg'urlarning manfaatini ko'z tuturganligini ilgari suryotdi. Bu amaliyot to'g'ri emas. Bu yerda masalani Xitoyning iqtisodiy sistemasi bilan siyosiy tuzilmasining shikizligi keltirib chiqamadi. Masalani tashqi kuchlar keltirib chiqadi demoqchi. Well, that isn't true, but that's what they're really going to say. It's outside foreign powers that are causing problems, not the internal contradictions of the Chinese economic system and political system. Qadrli radio anglag'uvchilar, bu programmani Washingtondan Uyg'ur tayyorladi. Xitoyning hukumat taratqullari o'tgan haftadagi xabarlarda Xitoy davlatlik madaniyat marosimlarini boshqarish idorasining Amerika tarafidan qaytarilgan 41 parcha madaniyat yodgorliklarini topshirib olganligini xabar qildi. Xitoy xabarida deyilishicha, 2009-yili 1-oyning 14-kuni Xitoy va Amerika o'rtasida Amerika elib ketgan Xitoy davlatiga tava bo'lgan madaniyat yodgorliklarini 20 qitimga bo'lib qaytarib berish haqida kelishim imzolagan ekan. Xitoy davlatlik madaniyat yodgorliklari idorasining muavin boshlig'i Lovinli 7 mart kuni muxbirlarga so'z qilib, har qaysi davlat xalqlarining madaniyat huquqi va milliy hissiyotiga hurmat qilish, madaniyat yodgorliklari bexatarligiga kapolatlik qilish insoniyat madaniyatini qo'g'dash demakdir degan. Undaqda Xitoy hukumatı Uyg'ur elini ishg'ol qilib olgandan buyon Uyg'ur madaniyat marosimlarini qo'g'dashdimi o'xshash prinsipga amal qilyapti. Navbatda diqqatinglar, radiomiz obzorchisi Navbaharning bu vaqtdagi obzor maqolasida bo'lsin. Obzordagi qarashlar avtorining o'ziga tava bo'lib, radiomizga vakillik qilmaydi. Madaniyat igidorchiligi huquqining o'xshamagan ikki yuzi. Xitoyning Xinhua agentligi 4 mart xabarida
Xitoy Davlatlik Madaniyat Miraslarini boshqarish idorasining Amerika tarafidan qaytarilgan 41 parcha madaniyat yodigarliklari va san'at asarlarini topshirib olganligi xabar qilingan. Xabarga qaraganda qaytirib berilgan buyumlarning ichida qoshtishi, sapal buyumlar, farfur, mis, binokarlik ashyolari, yog'och o'ymalar, tosh o'ymalar va mis haykal qatorliqlar bor ekan. 2009 yılı 1 ayının 14 günü Xitay ve Amerika Qo'shma Shtatlari Amerika elib ketgan Xitay davlatiga tava bo'lgan madaniyat yodigarliklarini 20 qatimga bo'lib qaytirib berish haqida o'zaro kelishim imzolagan. Janubiy Xitoy atiganlik gazetining xabarida aytilishicha, shu qatimliq kelishimdan keyin ikki davlat hozirga qadar 4 qatim madaniyat buyumlarini qaytirib berish masalasi ustida hamkorlashib, taxminan 594 parchaga yaqin buyumlar qaytarilgan ekan. Qaytarilgan madaniyat yodigarliklarining ichida yil davri, yangi tosh qurollar davridan Manchung sulolasi davrigacha bo'lgan jarayonga vakillik qiladigan bir qism sapal buyumlar, qoshtishi, mis buyumlar, Budda haykali va Tibet san'at buyumi qatorliq necha ming yillik tarixga ega buyumlar ekan. Xitoy Yer shari vaqt gazetining 7 martdagi mazkur voqeaga doir xabardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy davlatlik madaniyat yodigarliklari idorasining muavin boshlig'i Lo Wenli muxbirlarga qilgan so'zida har qaysi davlat xalqlarining madaniyat huquqi va milliy hissiyotiga hurmat qilish, madaniyat yodigarligi bexatarligiga kafolat qilish insoniyat madaniyatini qo'g'dash demakdir, degan. Xo'sh, har qaysi davlat va millatlarning madaniyat huquqi va milliy hissiyotiga hurmat qilishdan so'z echayotgan bu arbob ajaba Uyg'ur madaniyat miroslarini qo'g'dashdimi o'xshash prinsipga amal qilyaptimi yo'q? Shunisi aniqki, Xitoy doiralari Uyg'urlar vatandan bayqalgan madaniyat yodigarliklari bo'lsin yoki tarixdan buyon shu zaminda yaratilgan qadimiy qurilish, masjid va mazar xoniqalarga o'xshash madaniyat miroslari bo'lsin, ularning hammasiga qarta buzish chiqish, yo'qotish yoki Xitoy madaniyatining bir qismi qilib ko'rsatish siyosatini yurgizmoqda. Ochiqroq qilib aytganda, Xitoy eg'izida insoniyat madaniyatini qo'g'dash haqida tashviqot yurgizayotgan bo'lsa-mu, amaliyotda o'z territoriyasidagi yerlik millatlarning madaniyatini vayron qilmoqda. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 2022 yildagi to'liqsiz statistikasiga qaraganda, Xitoydan elib ketilgan madaniyat yodigarliklarining soni 1,600,000 dan ortiq bo'lib, hozir dunyodagi 47 davlatdagi 200 ga yaqin muzeyda saqlanmoqda ekan. Undan boshqa shaxsiylarning qo'lidami yana soni aniq bo'lmagan nurg'un madaniyat boyliqlari saqlanmoqda. Bu buyumlarning chet ellarga elib ketilishi 1840-yildan 1945-yilgacha bo'lgan tarixiy jarayonda yuz bergan ekan. Xitoy manbalarida 1840-yillardagi Apyon urushi Xitoy hozirgi zamon tarixining boshlanish nuqtasi qilib sharhlangan bo'lib, Xitoy davlatining feodal xandonlikdan yarim feodallik, yarim mustamlika davriga kirgan bo'linish davri hisoblanadi. Bu xil ko'z qarashga asosan Xitoy tadqiqotchilari Xitoydan bulab ketilgan yoki o'g'irlab ketilgan madaniyat buyumlarini mustamlikachilik, jahongirlik va imperializmning ojiz ellarga qilgan madaniyat tajovuzining mahsuli deb qaraydi. Xitoy tadqiqotchi Chin Ruyda o'zining o'tmishni aslash, mustamlika davrida yo'qolgan Xitoy madaniyat buyumlarini qaytirib kelish nomli maqolasida Xitoy davlatining yo'qolgan madaniyat buyumlarining yo'qolish sabablarini mundaq 3 turga yig'inchoqlaydi. Birinchisi urush vayronchiligi, ikkinchisi chet el ekspeditsiya atratlarining harakati, uchinchisi madaniyat buyumlarini chet elga atkaz qilish. Chinruyda maqolasida yo'qolgan Xitoy madaniyat yodigarliklarining ichida nuqtaliq holda G'arbiy Shimol rayoniga joylashgan Ipak yo'lidagi Hindi va O'rta Osiyo madaniyatini aks ettirgan san'at asarlarini chet ellardan qaytirib akilishning muhimligini ta'kidlaydi. 2023 yil 28 avgust Xitoyda chiqadigan Yer shari vaqt gazeti maxsus tahrirat maqolasi e'lon qilib, Buyuk Britaniya muzeyining o'z davrida Xitoydan elib ketgan madaniyat buyumlarini qaytirib berishni talab qilgan. Darvaqa Buyuk Britaniya muzeyida saqlanayotgan buyumlarning ichida Xitoyga tava buyumlardan boshqa yana tarim o'ymanligi, turpan o'ymanligi atrofidagi joylardan, shundaqla Tibet va Mo'ng'ul egizliklaridan elib kelingan nurg'un madaniyat buyumlari saqlanmoqda.
19 asrning oxiri va 20 asrning boshlarida chet ellarga elib ketilgan Uyg'urlarga oid madaniyat buyumlari Angliyadan boshqa yana Germaniya, Fransiya, Yaponiya, Shvetsiya, Finlandiya va Rossiya qatorliq davlatlarning muzeylarida saqlanmoqda. Shuni ta'kidlash kerakki, tarixdan buyon Uyg'urlar va ularning etnik tarkiblari hisoblangan millatlar yashab kelgan zaminlardan qazivilingan, keyin turli vositalar bilan chet ellarga elib ketilgan madaniyat yodgorliklarini bugungi kunda o'z egalariga qaytarish to'g'ri kelsa, bularning eng haqdor egalari Uyg'urlardir. Ularning Xitoy davlati bilan hech bir aloqasi yo'q, albatta. Chunki tarixdagi ashu shonliq madaniyat bino qilingan va gullab yashnagan davrlarda Xitoy sulolalarining bu rayonlarda hech qanday siyosiy yoki madaniyat jihatdan igidorchilik huquqi bo'lmagan. Shunga chet ellarga elib ketilgan madaniyat buyumlarini surishtirishga to'g'ri kelsa, uning haqdorlik va igidorchilik huquqi eng oldi bilan Uyg'urlarga tava bo'lishi kerak. Xabarlarga qaraganda Xitoy madaniyat buyumlarini qo'g'dash qonunining yangidan tuzitish berilgan nusxasi 2025-yil 1-martdan boshlab yo'lga qo'yildi ekan. Bu haqda Uyg'ur Abdunum rayonluq madaniyat yodgorliklari idorasining muavin boshlig'i Joji Ching muxbirlarga bergan so'zida Şinjandagi madaniyat yodgorliklarini qo'g'dashda tarixda Şinjangning Xitoy markaziy hukumatlari tarafidan idora qilinib kelganligi hamda ko'p manbalik din va madaniyat prinsipini asos qilish kerakligini ta'kidlagan. Xitoy doiralari yaqinqi yillardan buyon Uyg'ur elining Ko'san, Niya va Bashbaliq qadimki shahar xarobiliklariga alohida diqqatini berib, bu joylardan tepilgan asar atiqalar yoki madaniyat buyumlariga Xitoy madaniyatining tamg'isini besishni kuchab tashviq qilib kelmoqda. Xitoy hukumati madaniyat buyumlarini qaytarib kelishda ko'p taraflamlik mexanizmlardan foydalanib, xalqaro kelishimlar orqali bu madaniyat boyliqlarining o'ziga taalluq ekanligini bozorga solmoqda. Ya'ni Xitoy hukumati 1954-yili e'lon qilingan Gaga ahdnomasi, 1970-yili e'lon qilingan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti UNESCO ahdnomasi va 1995-yili e'lon qilingan UNIDROIT ahdnomasi qatorliqlardan foydalanib, o'zining talablarini xalqaro kelishimlar bilan qonunlashtirishga uringan. 2020-yili martda Xitoy davlati madaniyat meroslarini qo'g'dash va madaniyat meroslari atkazchiligiga qarshi turish haqida 23 davlat bilan hamkorlik kelishimi imzolagan. Halbuki Xitoy hukumatining Uyg'urlarga tava madaniyat meroslarini vayron qilishi bo'lsin yoki ularni o'z igidorchiligiga o'tkazib, xohlagancha sharhiylash qilmishi bo'lsin, bularning hammasi yuqorida tilga olingan xalqaro ahdnomalarga xilof harakatdir. Bu haqda Cornell universitetining tadqiqotchisi doktor Magnus Fiskesyo Xitoyning irqiy qirg'inchilik sayohat strategiyasi nomli maqolasida Xitoyning Uyg'ur madaniyatini vayron qilib, uni faqat muzeylardala ko'rgazma qilish qilmishi amaliyotda ularning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini yo'shirishdagi bir tashviqot quroli xolos deb ko'rsatgan. Qisqasi madaniyat yodgorliklari yoki madaniyat yodgorliklarining igidorchilik huquqi eng oldi bilan shu madaniyatni yaratgan va uni dunyoga taqdim qilgan davlat va millatning qo'lida bo'lishi kerak. Bu xalqaro madaniyat yodgorliklarini qo'g'dash ahdnomalaridami shundoq belgilangan. Darvaqa bugungi kunda Yevropa muzeylarida yoki dunyodagi boshqa har qanday bir davlatning madaniyat institutlarida saqlanayotgan Uyg'urlarning tarixdagi madaniyat buyumlarini o'z egalariga qaytarish to'g'ri kelsa, uning eng huquqli haqdor egalari Uyg'ur xalqidir. Halbuki bugungi kunda Uyg'urlar Xitoy mustamlikasi ostida kishilik haq huquqlaridan mahrum yashayotgan bir sharoitda o'zlarining tarixdagi bu shonliq madaniyat meroslariga ega chiqqudak bir imkoniyatga ega emas. Shunga bugungi kunda Yevropa muzeylarida saqlanayotgan Uyg'urlarning tarixdagi bu shonliq madaniyat meroslari toki Uyg'urlarning davlati qurilib, ularning o'zlari ega chiqqudak bir imkon yaratilguncha Xitoyning igidorchiligida emas, balki Yevropa muzeylarida saqlanishi va ko'rgazma qilinishi eng bexatar yo'ldir. Chunki Uyg'urlarning bu madaniyat boyliqlari agar Uyg'urlarga irqiy va madaniyat qirg'inchiligi yurgizayotgan Xitoyning igidorchiligiga o'tsa, shak shubhisizki ular iz-tizsiz yo'q qilinadi
yoki Xitoy madaniyatining yepinchisi kuydirilib sharhlanadi. Buni bugungi kunda Uyg'ur elidagi Uyg'urlarga bog'liq barliq madaniyat an'analarining vayron qilinishi va Xitoy madaniyatining bir qismi qilib ko'rsatilish o'yinlari isbotlamoqda. yili Fransiyaning Evri shahrida o'tkazilgan insoniyat festivaliga Xitoy elchixonasi taklif qilingan bo'lib, ayni chog'da Fransiyadagi Uyg'ur faoliyatchi Dilnur Rayhan va lager shoidi Gulbar Jelilova Xitoyning tashviqot lozunkalariga qizil rangli sir chechib noroziligini bildirgan edi. Mazkur voqeadan keyin Xitoy hukumatı ular ustidan Fransiyadagi elchixonasi orqali arz qilgan. Bu yil 12 mart shu voqeaga sud ochilgan kun bo'lsa-mu, da'vogar Xitoy elchixonasi vakillari sudga kelmaganligi uchun bu sud ochilmay qolgan. Bu haqdagi tafsilotni tövəndə Shveysariyadagi ixtiyor muxbirimiz Habibulladin anglaysizlar. 12 mart Fransiya poytaxti Parijning Evri shahri sud mahkamasida Dilnur Rayhanning Evri insoniyat festivalida Xitoy tashviqotlariga irqiy qirg'inchilikqa simol qilingan qizil sir chechib etish voqeasi qarta sud ochilish kerak edi. Sudga Dilnur Rayhan qatorliqlar kelgan bo'lsa-mu, ammo da'vogar Xitoy elchixonasi vakillari sudga kelmaganligi uchun bu sud ochilmay qolgan. Vaholanki Fransiya matbuotlari bu voqeani Xitoyning maqsadi Dilnur va Gulbar Jelilova o'xshash kishilarni sukut qilishga majburlash faoliyatlardan to'sishdir. Xitoy muajiratdagi xalqlarga adliya jihatdan parokandichilik selish orqali chegara olqib bostirishga urinmoqda deb ifodalagan. Dilnur Rayhan xonim bu munosabat bilan radiomizning ziyoratini qabul qilib, bugungi sud haqidagi tafsilotlarni o'rtoqlashdi. Bu ish tunigundan beri Fransiyada xeyli ko'p g'ulg'ul qo'zg'alganligi uchun bu ustiga dushanba kuni biz Yevropa Uyg'ur instituti biz sudga Xitoyga qarshi qayta arz sundik. Uning aqsidan bu Dunyo gazetida meni qo'g'dab maqola e'lon qilgandan keyin bir o'zidek tadqiqotchi va siyosatchilarniki shu aniqlik Xitoy elchixonasi sudga kelinmaydi. Sud bugungi sudga kelganlar undan keyin yana meniki shu meni qo'llash komitetidagilar kishilik huquq organlari masalan bu kishilik huquqni kuzatish organining boshlig'i va shundaqla xalqaro kechirim tashkilotining vakillari meniki xizmatdoshlarimdan bo'lib bir 10dak odam keldi sudga. Undan boshqa mümkündün Dünya Gazeti, Fransiya xabarlari mediasi, Fransiya axborot agentligining muxbirlari keldi. Shunga bu muxbirlar va bu kelgan odamlarni ko'rib, bosh sudya bu ishni bilmay qaror chiqarishidan asirgan bo'lishi mumkin. Shu mayli qandaqli bo'lmasin, bu ishninki oqiga surilishi va bu sudninki yani tugumay yana oqiga so'zishi bu aniqla Xitoy hukumati va Xitoy elchixonasininki umidiga mos keladi. Yani chunki Xitoy elchixonasining bugun kammasligi hattoki o'zininki advokatni avatmas ularning maqsadi bu ishda bir yengib chiqish emas, chunki bu ishda yengib chiqolmaydi aniqlar. Bu kelsa ular o'zlari naytsachilikka qo'yadi ko'pchilikning oldida. Shunga ular o'z aniqlik kelmaydi. Shu ularning maqsadi faqat meni shunday avor qilish, bisim qilish, men psixikalik qonuniy vositalar orqali bu ishni keyingi so'zi qancha keyingi so'zgan sari mening ishimni oqsitadi. Shunga mumkin bularning maqsadi shu. Shunga bosh sudyaniki bu ishni yana 10-oyga so'zib o'tishi bu tamoman Xitoyninki umidiga mos keladi. Aslida bugun, ya'ni 12 mart kuni atiganda soat 9da boshlangan sudga Dilnur Rayhandan boshqa yana Dilnurning advokati, Uyg'urlar uchun birlik kollektivining a'zolari, shundaqla Fransiyada faoliyat olib boradigan 10 ga yaqin kishilik huquq faoliyatchisi, tadqiqotchilar, Dunyo gazeti, Fransiya xabarlari, Fransiya axborot agentligi qatorliq axborotlardan muxbirlar kelib qatnashgan. Suddan keyin biz Dilnurning advokatini ziyorat qildik. Bu savollarimizga javob berib, bu sud haqidagi tafsilotlarni o'rtoqlashdi. Despite the fact that we're not the origin of the complaint, and it's absolutely clear this illustrates a kind of repression, persecution, transborder. Bu mundaq deydi. Men bu sudga qatnashdim. Bu sudning kechiktirilishi bir fojia emas. Fransiya Uyg'ur xalqiga qartilgan irqiy qirg'inchilikni ayiblaydi. Uning ustiga Dilnurning qilgani u zo'ravonlik emas, balki fikr erkinligi. Shundaqla Fransiya qonuni tarafidan qo'g'diladigan asosliq ikki cho'ng erkinlikning biri. Shunga sud bu xil ahvolda barliq ayblashlarni rad qilish kerak. Bu yerdagi masala Xitoyning bosh elchisining Fransiya adliyasini o'zlarining qirg'inchiligini inkor qilishidagi
vosita qilishga urinishidir. Xitoy sudga sungan arzi bo'yicha hech kimni avatmadi. Aniqki, bu Fransiyaga nisbatan bir zulm, bu chegara halqigan bostirish va qirg'inchilikning chet elga uzurishidir. Bu Xitoyning faoliyatchilarni qo'rqitish, ovozini bo'g'ish, ziyonkashlik qilishga urinish usullarini ko'rsatib berdi. Bu voqeaning kelib chiqishi 2022-yili Fransiyaning Evry shahrida o'tkazilgan insoniyat festivaliga Xitoy elchixonasi taklif qilingan. Buningga norozilik bildirgan Yeshillar partiyasi a'zolarini o'z ichiga olgan necha o'nlagan parlament a'zolari va Dilnur Rayhon boshchiligidagi Fransiyadagi Uyg'ur faoliyatchilar birlashib, Xitoy chegara oldida norozilik namoyish o'tkazib, Dilnur Rayhon va lager shoiri Gulbar Jalilova Xitoyning tashviqot lozunglariga qizil ranglik sir chechib, noroziligini ifodalagan. Dilnur bu vaqtdagi tafsilotlarni anglarmanlar bilan o'rtoqlashdi. Xitoy elchixonasining menga atgan tuhmati 2022-yili 9-oyda men ularningki tashviqot taxtallariga Uyg'urlarning qiyniga simvol qilish uchun qizil bo'yoq chechib etgandim. Shunga shaxsiy mol-mulkka daxl tarz qildi, shaxsiy mol-mulkni buzib etdi degan nomda rasmiy arz tushibdi. Avatilgan turishda yana kishilarga hujum qilish bilan ayblab ekan. Bugun bo'lsak faqatla shaxsiy mol-mulkka buzg'unchilik qilish shuning bilan ayblabdi. Ertagan soat 9da birinchi bo'lib bizning boshlanadi, lekin boshlayolmadi chunki bizniki bilan boshlayolmadi chunki Xitoy tarafdan hech kim kelmadi. Asli menga qarshi arzni 3 shaxs va Xitoy elchixonasi bo'lib to'rt tarafdan mening ustimdan arz qilgan ekan. 3 Xitoy shaxs xizmatchilari, Xitoy elchixonasininki ikkinchi qo'l sekretari va qolgan ikkisi shuningki amaldorlar ekan, elchixonaning amaldorlari ekan va uningki Xitoy elchixonasi bo'lib jami 4 shikoyatchi mening ustimdan shikoyat qilgan ekan. Bular kelmadi, bularning advokatimi kelmadi. Bularningki advokat kelmagandan keyin meningki advokatim bulardan bu ishni bekor qilib o'tishni talab qilgandan keyin ammo hattoki prokuror prosecutorma ammo bosh sudya unimidi bu ishni Xitoy elchixonasininki xabari yo'q o'xshaydi deb turib oldi. Bosh sudya xabari yo'q o'xshaydi. Shunga kaynadan bugun biz buni bo'ldi qilib olsak bo'lmaydi. Bir fursat berishimiz kerak Xitoy elchixonasiga deb 10-oyning 13-kuniga qayta sud chaqirganga yetkazdi. Egallashimizcha Xitoy hukumati bundan burunmi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini rad qilish uchun majburlash diplomatiyasi qo'llanib, tadqiqotchi Valeri Nekit ustidan Fransiyadagi elchixonasi orqali Uyg'urlar uchun birlik kollektivi boshlig'i Antoni Antest ustidan Konze instituti orqali arz qilgan bo'lib, bu qatim bo'lsa Dilnur Rayhon ustidan Fransiyadagi elchixonasi orqali arz qilgan. Fransiyadagi harbiy maktab strategik tadqiqot o'rnining 2021-yildagi dokladida Xitoyning Fransiyadagi inkor qilish tashviqoti, majburlash diplomatiyasi va Beijingni tanqid qilguvchilarga psixika ham qonun orqali parakandachilik selish harakati haqida bayon qilingan bo'lib, Xitoy hukumati qirg'inchilik siyosatini tanqid qilguvchilarga adliya jihatdan parakandachilik selish olib berib, ularni sukut qilishga majburlayotganligi o'ttir qo'yilgan. Bu programmani Shveysariyadan Habibullah Izchi tayyorladi.